Orqa andaza, bundan old andaza qilishni ko'rsataman hozir. Old andazadan bu andazadan vitichkalarni yopamiz. Vitichkasiz andaza qilinadi. Bu erkin asos andazasi ham bo'ladi, yarim yopishgan andazasi ham bo'ladi. Bu ham bitta asosga kiradi. Mana buni shunday turishicha, qandoq bo'lsa shunday turishicha chizib olaman. Belgichon chizaman. Bu yog'ini ishlatmaymiz. Faqat biz tepasi bilan ishlaymiz hozir. Mana bu beli. Hozir mana bu vitichkani bu yerdan olib tashlaymiz. 1 sm olib, vitichka kerak emas bizga, ishlatmaymiz hozir vitichkani. Bu yerdagi vitichkani hisobini bu yerdan olib tashladim. Uni o'chirib tashlaymiz. Qizil ruchkada oldini chizaman, ajralib tursin deb. Orqamiz tayyor. Orqadan bo'yin o'yindidan oldi santimetrga ko'krak hisobiga 1 sm tepaga chiqaman. 1 sm bu yerga chiqdim. Bu yerdan 1,5 tushamiz pastga. Yelka qiyaligiga. Bu yerdagi 1 bilan bu yerdagini birlashtirib qo'yaman. Bu yoqdan 9 sm taxminan tushirib qo'yaman. Bu 1 bilan bu 9 birlashadi. Bizda bu tayyor bo'ldi. Ko'kragiga qo'shsak, oldidan qo'shsak bo'ladi. Ya'ni 1 sm ortiqcha qo'shib qo'yib, belga qo'shib qirg'izib yuboramiz. Belga qo'shiladi. Oldidan ham yarim santimetrcha kirsa bo'ladi. 0,5 qirg'izib, buni ham ulaveramiz. Qizildagi oldi, qoradagi orqa. Bu ham bitta asos. Buni sport kiyimlarida ishlatsanglar bo'ladi, ham xohlagan kiyimlarda ishlatsanglar bo'ladi. Vitichkasiz qilingan asos bu tayyorlangan.